Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan odamlar. Mana hozir biz Atirov oblastiga yetib kelay dedik. Yo'lda kempingga to'xtadik. Har 50 kilometrda mana shunaqa kemping joylar qilishgan ekan. Malades qozoq birodarlarimizga juda ham mehmondo'st ekan. Hamma joyda tualetlar qilingan, mana shunaqa joylar qilingan. Hozir ko'rsataman. Xohlagan odam kelib, mana shu joylarda joylashib, furalar hammasi o'zlarini bunday qilishadi, bir qator ko'rib olishadi. Hattoki mashinasini tepaga ko'tarib, hamma joylarni ko'rsatib oladigan anaqa estakadalari ham bor, balonlarni hammasini ko'rib oladi, mashinalari haqida. Hech kim hech narsa demaydi. Joylar qilingan. Juda ham sharoitlar yaxshi qilib qo'yishgan. Endi hozir qizlar tualetga kirib ketishdi, suv bormi yo'qmi aytishadi chiqib. Endi bizim mashinamiz o'zini yaxshi tomondan juda ham ko'rsatyapti. Yurishi juda tekis. Hozir biz 2,5 kilometr yurib keldik. 2,5 kilometrda hamma joyi soz ishladi. Avtopilotlar yoqib qo'yib, bemalol 110 da yurib kelinyapti. Chigitkalar, pashshalar ko'p ekan, kelib urilyapti, aynalar, hamma joyi yomon bo'lib ketdi. Endi bir yudirib olamiz Rossiyaga o'tishda, Xudo xohlasa. Hozir Atirov shahriga 200 kilometr qoldi. 200 kilometrdan keyin Atirovga, undan keyin yana bir 500 kilometrdan keyin Rossiya chegarasiga yetib boramiz. Bugün sayohatimizda 3-kuni. Üç kunda 2,5 kilometr yurdik. Kecha zo'r yurib qo'ydik. 1100 kilometr yurdik. Juda charchab qoldik. Palatkalarda tutib, o'ndaqa yalang joyda palatkani qilib yotib qoldik. Hech kim hech narsa demadi. Biz narsalarni yaxshi olganmiz. Gazimiz bor. Hozir mana choy qo'yib qo'ydim. Hozir choy qaynasa shunday choladi. Shamol yaxshigina bo'lib turganligi uchun burchakka olib kelib qo'yib qo'ydim. Hozir choy qaynasa qizlar dasturxon solishadi. Yanagi videolarda ko'rishguncha, xayr.